Endi jamoalarning hozirgi holatidan kelib chiqib taxmin qilamiz. 3-1 Barsa yutsa kerak. Ikkala jamoani muxlisi emasman, lekin chiroyli o'yin tarafdoriman. Hozirgi holatda sport formasini hisobga olgan holda menimcha 2-1 ga Barselona yutadi. Hozirgi sport formasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Barselona yirik 3-0 hisobida g'alaba qozonadi. Katta ehtimol 3-1 Barselona yutadi. Real Madrid yutolmaydi, Barsa yutadi. 2-0. Har doimgidek Barselona g'alaba qozonadi. Hisob 3-1. Shiddatli o'yin kutamanman, lekin baribir oxir oqibatda Barsa g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Hisob 2-1. Barselona Real Madrid turibdi. Kubok finalida Barselona va Real asosiy vaqtda va qo'shimcha taymlarda durang qayd etiladi. Penaltilar seriyasida hayronman kim g'alaba qozonadi. Menimcha Chesneyni imkoniyati ko'proq, chunki u zo'r formada, Courtois oxirgi payt xatolari ko'paydi. Lekin penaltida bilib bo'lmaydi. Real finallarni yaxshiroq o'ynashi ham borgan.